Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün so'zlaydigan dersimiz Zulhijjaning avvalgi 10 kunning fazilati. Biz o'tgan soatda sabr to'g'ri dars so'zlagan edik. Shunaqa bolalar? Ha. Sabrda to'g'ri darsniki davomi bor deb, ammo lekin uni to'xtatib qo'ydim. Nimishqa desanglar, ertadan boshlab Zulhijjaga kirdi ekan. Naytimi fazilati yuqori bo'lgan bir oyga kiramiz. Shunlashqa, mushu Zulhijjaning avvalgi 10 kunning fazilatini bilib olishinglar naytimi zarur deb qaraganligim uchun bugun mushu darsni o'tgan bo'ldik. Ma'qul muallim. Maşallah. Qaranglar. Zulhijjaning avvalgi 10 kunning fazilati. Bugun so'zlaydigan darslarimizning mazmuni birinchisi Zulhijja oyining avvalgi 10 kunning fazilatlari qaysilar? İkinchisi Zulhijja oyini qanday kutib olamiz? Uchinchisi Zulhijja oyining avvalgi 10 kunini qanday o'tkazamiz? Mushu temalarda bir-birlab to'xtalaylik. Birinchi mazmunimiz nima? Zulhijja oyining avvalgi 10 kunning fazilatlari. Endi bu fazilatlarni so'zlashdan burun qaranglar, hijriy kalendardagi oylarning ismlarini bir-bir o'rganib olaylik. Hozir Zulhijja oyi desam, nurg'unlarga aloqa natunish bir anglangan bo'lishi mumkin. Zulhijja oyi degan qanday oydi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Men bu to'g'riliq azoq tushuncha beray. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret qilgan yilisidan boshlab Müslümanlarınki hicriye kalendari başlandı. Yani biz normal işletiyotganimiz miladiye kalendari. Şunaq miladiye kalendari. Bu miladiye kalendari şu İsa Aleyhisselam'ın doğulgan gündən başlap hesaplangan bolsa, biz işletiyotgan hazır mesleğinge 2023 yılı 6. ayının 18. günü degandeki kalendar, qaysi kalendar bu? Miladiye kalendar buludu. Endi biz Müslümanların kalendari, bütün dünyadaki Müslümanlar işletilen kalendar qaysi desanglar, mushu hicriye kalendari. Bu kalendardaki, hicriye kalendardaki birinci yıl qaysi yıldan başlandı ekan bolalar? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'den Medine'ye hicret qilgan yılı bilan başlangan bir kalendar. Bu kalendar asmandaki ayna asas qilib turib, tuzilgan bir kalendar. Yani biz mesela roz tutsak, heyet bayramlarını qilsak, hem de nurg'un cho'ng işlerimizin hemmesi mushu hicriye kalendari bo'yicha hesaplanadi. Mesela Ramazan ayı qaranglar, hemmimiz bilamiz. Qaysimiz bu 12 ayning ichida desanglar, Ramazan ayini hemmimiz bilamiz. Ramazan ayı bu hicriye kalendarga hisoblab turib, at Ramazan kirdi ekan deb, yani ay chiqibdi deb shuning asosan roz tutamiz. Ondan keyin heyet bo'lgan chog'dimi yani şu hicriye kalendari bo'yicha heyet qilamiz. Endi bizning bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Zulhijjaga qaranglar. Zulhijjayi ma'u hicriye kalendardagi eng oxirgi oy, 12-ay. Bu kalendarning birinchi oyining ismi Muharram qaranglar. Muharram oyi. Birinchi oy Muharram oyi bilan boshlandi. Ikkinchi oy Safar oyi, 3-oy Rabiul Avval oyi, 4-oy Rabiul Oxir oyi, 5-oy Jamadul Avval, 6-ay Jamadul Akhir, 7-ay Rajab, 8-ay Şaban, 9-ay Ramazan, 10-ay Şevval, 11-ay Zulqa'da, 12-ay Zulhijja. Biz buguncha Zulqa'da ayining eng oxirgi kunida, Zulqa'da ayining eng oxirgi kun turibmiz. Erta inshaalloh Zulhijjaga kiramiz. Allah Teala ilm şu Kur'an-ı Kerim'de bazı günlerden evzel qilgan, bazı aylardan evzel qilgan. 12 ayning ichidagi eng evzel bo'lgan ay qaysi? Ramazan. Maşallah. Ramazan ayı 11 ayning sultanı deb atalgan ay. Naytım ulug' bo'lgan Ramazan ayı. Endi Ramazan ayini biz o'tkazib oldik. Undan keyin Shavval ayı keldi. Shunday qo'y Shavval ayı keldi. Shavval ayidan keyin Zulqa'da ayı keldi. Zulqa'da ayidan keyin Zulhijjaga kirish oldi turibmiz. Ramazan bayram bilan, ya'ni ro'za hit bilan Qurban hitning oralig'ida qaranglar 70 kun bor. Shavval ayı 30 kun, Zulqa'da ayı 30 kun hisoblasak navada.
Zulhajjinin avvalgi 9 kuni qo'shilib 10-chi kun bo'lgan chog'da Qurbon hayit kuni bo'ladi. Ya'ni bizning kalendar bo'yicha. Shuningdek, bu oylarning ismlarini yodlab olinglar bolalar. Naytim asal, Muharram bilan boshlaysiz. 2-oy Safar, 3-oy Rabiul avval degan, avvalgi bahor degan ma'noni bildirdi. Rabiul oxir degan oxirgi bahor degan ma'noni bildirdi. 3-4 degan bahorga shu butundan yodlab olsanglar bo'ldi. Undan keyin Jamadul avval, Jamadul oxir. Undan keyin Rajab'i, Rajabdan keyin Sha'ban keldi. Sha'ban oyi Ramazon oyining avvalgi oy. Ramazondan keyingi oy Shavvol oyi, undan keyin Zulqa'da, undan keyin Zulhajja deb bu oylarning ismini yodlab olsanglar nihoyatda yaxshi. Ustoz, men buni bilaman. Ha, mashallah. Bilmem. Ben mi bilmem? Ben mi bilmem? Maşallah, maşallah, maşallah. Bilgeler yaxshi, bilmegenler bilip öğünüp olinglar. Undan avvalsi dersimizning mazmuni, asos mazmununa kelaylik. Nimadir Zulhajja oyining avvalgi 10 kuniningki fazilati. Bu fazilatning birinchisi Alloh taolo bu 10 kun bilan qasam qilgan. 10 kun bilan qasam qilgan. Alloh taolo nihoyatda ahamiyatlik, nihoyatda cho'ng narsalar qasam qiladi. Nihoyatda foydali insonlarga e'tiborli narsalar qasam qiladi. Qarang, oyatni qaysini o'qib boqsizlar? Sumayya o'qing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر Sübhi bilen Zulhajjının dastlabki 10 keçisi bilen Qurbanlıq günü bilen qasamki kafirlarga azap qılınız. Maşallah. Allah Teala qaranglar. Vel fajr. Fajr degan nega san subhi. Subhi bilan qasam. Bu yerdagi vo qasam ma'nosi bilan. Subhi bilan qasam qilgan. Undan keyin va layalin ashr. 10 kecha bilan qasam degan qaranglar. Zulhajja bu 10 kecha qaysi kecha degan chog'da Zulhajja oyininki avvalgi 10 kechasi degan. Ya'ni Alloh taolo mushu 10 kun bilan, 10 kunning kechasi bilan Alloh taolo bizga qasam qilib val fajr degan oyatni tushirgan. Yine Allah Teala qasam qilganligi uchun bu 10 kecha nihoyatda muhim. Yine bu 10 kun boshqa kunga qaragan chog'da alohida farqli, alohida fazilatli kun deb Alloh Teala bizga bildirmoqchi. Uning nimasi uchun qanday fazilati bor desanglar, Zulhajja oyining avvalgi 10 kuni eng afzal kunlardir. Hozir qasam qilgandimi biz bildik, faqat shundaqo. Ya'ni Zulhajja oyining avvalgi 10 kuni eng afzal kunlar. En afzal kunlar. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu haqda nima debdi? Qarab boqaylik. Ma'u hadisniki Uyg'urchasini birsini o'qib beqinglar. Qaysini o'qib boqsin bolalar? Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Başka günde kılıngan amellerden müşü 10 günde kılıngan amel Allah'a hemmedin bek süyümlüktür. Sahabeler Allah yolda kılınan cihat mı bu 10 günde kılınan emellerden süyümlük bulamamdı dediler. Peygamber aleyhisselam şundak cihat mı süyümlük bulamaydı. Faqatla bir kişi Allah yolda cihat qilish uchun mili ve dini bilen çıkkan bolsa ve hiç nimisi qaytmay şehit bolgan bolsa bu Allah'a en süyümlüktür. Maşallah. Maşallah. Qaranglar. Peygamber aleyhisselam bunday debdi sahabelerge başqa kunda qilingan amallardan mushu 10 kunda qilingan amal Allah'a hammadan bek süyümlük deb so'z aytgan chog'da sahabelar deb so'rabdi desanglar, Allah yolda kılıngan cihat mı? Bu 10 günde kılıngan emellerden süyümlük bulanmamdı. Cihat mı onunla yetenmemdi dep soraptı. Yani Allah Teala şu 10 günde kılıngan emellerini en bek yaxşı gördü degenden keyin Allah yolda cihat kılış degen naytin katta emel şundaq qo'y. Şunun bilan şu Allah yolda kılıngan cihat mı bununla yetenmemdi dep soragandan keyin Peygamber Aleyhisselam nim depti odan? Şundaq cihat mı süyümlük bulanmaydı? Faqatla yine işte buluş için faqatla bir kişi Allah yolunda cihat qilish uchun meli ve cini bilan chiqqan bo'lsa ve hech nimiz qaytmay shahid bo'lgan bo'lsa bu Allohga eng suyumli debdi.
Allah Taala şu bazı kunlardan shundaq nim qildi, afzal qildi. Bazı aylardan afzal qildi dedik. Biz insonlar noyatib aqlli. Shundaq bolalar, noyatib aqlli. Qanday bo'lsak biz foydaga erishimiz, uni biz bek yaxshi bilamiz. Qaranglar, ma insonlar qarab yaqinlar. Ma'lum bir tallavazirda shundaq mollarning bahosini tushirdi deb ma'lum kunni bekitibdi. Falani kundan falani kungacha mollarning bahosini tushiramiz debdikan. Insonlar qanday qilibdi? Azroq foyda olish uchun insonlarning hammasi qolgan ishlarni qo'yib qo'yib, mushu tallavazirga kelib, narsa kerak setyapti. Mau ko'rinishini ko'rdinglar. Yana insonlar foydaga intiladi. İnsanlar noytim aqlli, shundaqku. Endi Allah Taala bizga mushu Ramazon oyida yoki bo'lmasa Zulhijjaning avvalgi 10 kunda qilgan ibodatlar noytim afzal. Bu kunlarni ching tutinglar. Bu kunlarda yaxshi amallarni ko'p qilinglar. Agar shunday ko'p amallarni qilsa, yaxshi amallarni qilsanglar, amallaringlar naslinadi, noytim ko'p ajr yozaman deb Alloh taolo mushu kunlarni bizga belgilab qo'yibdi. Xuddi tallavuzda mallarning bahosini tushirganga o'xshash, bizning savobimizni oshirib beradigan kunlar Alloh taolo belgilab beribdi. Biz qanday qilamiz? Bu kunlarning fazilatini bilamiz va u kunlarni ching tutishni o'rganishimiz kerak. Aşı kunni qo'ldan berib qo'ymasligimiz uchun bütün kuchimizni chiqarishimiz kerak. Bumuz qanday qilamiz? Biz ziyon tortamiz. Dunyoda va oxiratda ziyon tortishning qatoridan bo'lib qolamiz. Tushundinglarmi bolalar? Ya'ni bugun men sizlarga Zulhijjaning avvalgi 10 kunning fazilatini so'zlashga maqsadim shu. Biz dunyoda va oxiratda foydalaylik. Ya'ni oz amal bilan ko'p savobga erishaylik degan maqsad bilan men sizlarga bugun bu darsni so'zlayapman. Endi qaranglar, Zulhijjaning fazilatlarining yana birisi bilsanglar, Zulhijjaning avvalgi 10 kunning fazilati kecha va kunduzga o'rtaqdir. Kecha va kunduzga o'rtaq. Ya'ni kechasimi ham fazilatlik, kunduzimi ham fazilatlik. Ikkilisi o'xshash noytim fazilat to'shqan ashundaq kunlardaydi. Masalan, Ramazon oyining oxirgi 10 kuni noytim fazilatli kunlar shundaqku. Ramazon oyining oxirgi 10 kuni noytim fazilatlik. Ammo kechasi kunduziga qaragan chaqda texmi bek fazilati yuqori. Kechasi qilingan ibodatlar texmi bekroq afzal Ramazon oxirgi 10 kunida. Nima uchun? Chunki qadr kechasi bor. Qadr kechasi bor. Qadr kechasini topamiz deb kechalari ibodat qilamiz. Shuning uchun kechalari qilingan ibodat noytim bek ortiqdi. Ammo Zulhijjaning avvalgi 10 kunning ichida kechasimi ham fazilatlik, kunduzimi ham fazilatlik. Ikkilisi o'rtaq deydi. Hattoki kunduzi kechasi qaraganchada teximlik fazilatlikka. Nima ish qilsanglar, Zulhijjaning avvalgi 10 kunda eng fazilatli bo'lgan Arafat kunisi va Qurbon hayit kunisi bor. Bu ikki kunning kunduzi noytim fazilatli bo'lganligi uchun kunduzi kechasi qaraganchada texim fazilatli bo'ldi ekan. Zulhijjaning avvalgi 10 kunning fazilatlarining 4-inchisi. Bu kunning ichida, mushu 10 kunning ichida Allah Taala payg'ambarga dinini mukammal qilgan va musulmonlarga ne'matini tamomlab bergan Arafat kunisi bor. Hayit kunninki Qurbon hayitning oldingi kunisining ismi nima? Arafat kuni. Ya'ni Zulhijja oyininki 9-kuni Arafat kunisi bo'ladi. Bu kun qanday kun desanglar, Alloh Taala tövendagi oyatni tushirgan kun. Oyatning qaysini o'qisizlar? Ustaz men nuqtayman Shakira. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün sizlerning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishiga tanladim. Maida surasi 3-oyat. Maşallah. Allah Taala nebdi? Bugün sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishini tanladim debdi. Ya'ni Maida surasining 3-oyatining bir qismi ekan bu. Ya'ni bu mushu oyat bilan Alloh Taala bizning dinimizni butun qilib bergan. Ya'ni mushu oyatdan keyin Qur'on Karimda halol va haromga oid hech qanday bir hukm tushmagan.
Yani ahirki qatdan tushgan oyatlarning birisi mush oyat shu. Yahudilar mush oyatga noytim bek nim qildi ekan. Qizg'anchiq qildi ekanda, agarda mushning o'xshash oyatdan birisi bizga tushib qolgan bo'lsa, biz o kunni bayram kuni qiladiq. Degan to'g'risi bir rivoyat bor ekan. Yahudilar yine mushundaq dinimiz butun bo'lgan bo'lsa bizningki, ne'matimiz Alloh tomonidan berdim degan bo'lsa, biz noytim xush bo'ldik. Biz uningdan xo'shallik qilmaydi deb shundaq aloqa bizningki dinimizga nim qiladi ekan. Qizg'inadi ekanda ular. Yani mushu kun qaysi kun ekan sana Arafat kunisi ekan. Bu Arafat kunisi hajning boshlangan kuni. Bizning dinimizdagi eng 5-farzi bo'lgan haj ibodati Arafat kuni boshlanadi. Yani hajlarning hammasi Arafat teg'iga chiqadi. Arafat teg'iga chiqib, shu yerda hajninki farzning birinchisini shu yerda tamomlaydi. Agar Arafat teg'iga chiqmagan bo'lsa bir haji, uning haji qabul bo'lmaydi. Chunki hajning farzlarininki birisi. O gün haj qilinadigan bir kun ekan. Ertesi Qurban hayit kuni bo'lgan bir kun ekan. Alloh taolo bu kun bizning dinimizni butun qilib bergan bir kun ekan. Bu kun nihoyatmi fazilatli bir kun. Bu kunda qilingan ibodatlar nihoyatmi afzal bo'lgan ibodatlar. Hojilar haj qiladi, haj qilmaganlar qanday qildi? Shu kunni ibodat bilan o'tkazish kerak. Arafat gününün ro'zasi o'tgan 1 yillik va keladigan 1 yillik gunohlar kafarat bo'ldi deydi. Arafat kuni ro'za tutib qolsak, o'tib ketgan 1 yilda qilgan gunohlarimizni ham o'chiriladi ekan, ham keladigan 1 yildagi gunohlarimizni o'chiriladi ekan. 2 yillik gunohlarimiz o'chiriladi ekan. Arafat kunisi 1 kun ro'za tutib qo'ysak. Bu bizga foydami, foyda emasmi bolalar? Foyda. Bir kun Allah'tan yana muştu Arafat gününün rozasını muş 2 yıllık günahlarım kafaret bulduğum bir günken Allah Teala'dan aşının sabit ümit kılıp Allah razı için bir gün roza koysa paranla Allah Teala manlıq köp savab verdiğim bir günke. Yani bu günü katli qoldurmamasligimiz gerek. O günü roza tutuşumuz gerek. İbadetler bilan o'tkazishimiz kerak. Herkesni ati hitdi deb uyimizni tozalaydigan, bir narsa uni qiladigan, buni qiladigan dunyochiliklar o'tkazmasligimiz kerak bo'lgan bir kun bu. Yani Arafat kuni nihoyat muhim bo'lgan bir kun. Shunlashqa bu kunda hammanglarning roza tutishini umid qilaman. Hammanglar mush kunisi roza tutib qo'yinglar. Ma'qul. Yaxshi. Endi Zulhijjaning avval 10 kunning ichida qaranglar. Yani Allah'ın nazarında en katta bo'lgan Qurban hayit günüsü var. Hemen bilse Qurban hayit günüsü ne şunday ki, bu Qurban hayit günüsü Allah'ın nazarındaki en katta bo'lgan kunga qaranglar. Bir yılda 365 gün var, ama Allah'ın nazarındaki en katta gün qaysi kun ekan? Qurban hayit günüsü ekan. Bu Qurban hayit günüsü qanday gün? Qanday gün? Qurbanlık qilinadigan kun shunday ki. Qurbanlık qilinadigan kun. İbrahim alayhissalom o'zining o'g'li İsmail alayhissalomni qurbanlık qilmoqchi bo'lgan kun. Allohga haqiqiy taslimiyat bilan Allohning roziligi uchun o'g'lini qurbanlık qilishga, qurbanlık qilish uchun shunday yotqizib, pichoqni shunday yana akilishiga qanday bo'lgan? Alloh taolo jannatdan bir qo'shqonni tushirib bergan, anniki mush qo'shqonni qurbanlık qil degan. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'nınki muşu teslimiyetinden, Allah'a bo'lgan itaatmenliginden naytım raz bo'lgan, naytım xursand bo'lgan bir kun. Şunun bilan o günümüzge qanday qildi? Allah Teala bizga bayram günüsü qilib berdi. O günümüzge Qurban hayit günüsü qilib berdi. Biz musulmonlar qanday qilamiz o kunda? Qurbanlık qilamiz. Qurbanlık qilamiz. Yani bu gün Allah'ın nazarındaki en katta bo'lgan bir gün. Yani qarab yiqinglar bolalar, hozir insonlar tarafidan nim qilingan, bekitilgan nurg'un kunlar bor. Shundaqo onalar kuni deydi, bolalar bayrami deydi, u bayram, bu bayram deydigan nurg'un bayramlar bor. Bu bayramlarningki hech birining Allohning nazarida bir o'rni yo'q. Hech birining e'tibori yo'q. Allah Teala bizge roza hayitni ve Qurban hayitni acayip katta kun qilib tanlab, bu kunni bizning bayramimiz qilib berdi. Bayramimiz qilishga eng tegishli bo'lgan 2 kunni bizga Alloh taolo tanlab, shu kunni bayram qilinglar deb bayram qilib berdi. Biz bayramni shu kun o'ynaymiz. Alloh taolo nazaridagi eng katta kun bu.
O günün savabı mı nayettim yuqur bolgan bir gün. Hacılar qanday qildi Qurban Hayitda, Qurban Hayit günüsü qurbanlıqını qilib, mushu haj faoliyatini ep bardigan bir gün bu. Nayettim Allah razı bo'ladigan bir gün, ha? Endi yana mushu Zulhijjaninki fazilatini so'zlayapmiz. Eng oxir qischa desanglar, bu Alloh taolo ulug'lagan bir kun. Alloh uchun qurbonlik qilinadigan ma'lum kunlar. Yani Allah taolo Qur'on Karimda mushu kunlarni ulug'lab va mushu kunlarda qurbonlik qilishga buyurib, tuvandagi oyatni nozil qilgan. Oyatni qaysini o'qib baqsizlar bollar? Amina arabisini o'qisin, Naila uyg'ursini o'qisin, ha? Başlayalım. Aynen. أعوذ بالله من الشيطان ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Yaxşı. Naila oqun axırını. Kişiler özleriga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rib belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarda Allah ularga rizq qilib bergan chorva mollarini, ya'ni tuga, qo'y, o'tkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzasidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliklarni go'shtdan yanglar, muhtojga fikr g'ay biringlar. 28. Maşallah, maşallah. Qarang, Allah taolo nima deydi? Va kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyo manfaatlarini ko'rsin. Belgilangan kunlarda, qarang, fi ayyamin ma'lumat degan belgilangan kunlarda Allohlar rizq bergan chorvalarni, ya'ni to'ga, qo'y, o'chkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sar qurbonliklarning go'shida yanglar, muhtojga, faqirga beringlar dedi Alloh taolo. Alloh taolo shu kunda nima qilish buyurdi bizni? Qurbonlik qilishga buyuribdi. Qurbonlik qilishga buyurgan Alloh taolo Qur'on Karimda fi ayyamin ma'lumat deb mushu kunlarni tilg'ab turib ulug'lagan mushu kunlarning birisi qaysi kunga? Zulhijjaning avvalgi 10 kuni, ha? Endi yuqorida biz Zulhijja oyining fazilatlarini so'zlab o'tdik. Bu kunlar mushu bir yilning ichidagi Alloh taolo eng bekliqi ulug'lagan kunlarga, shunday boshqa kunlardan farqlanadigan savobni Alloh taolo nihoyatda haslab orttirib beradigan kunlar ekan. Bu kunlarning ichida Arafat kuni bor ekan, Qurbon Hayit kunisi bor ekan. Yani keçimi, gündüzmü, hemmesi nayetimi evzel bo'lgan kunlar ekan. Yani şu dünya kunlarining ichidagi eng afzal kunken Alloh taolo mushu kunlardan qasam qilgan ekan. Bu mazmunlarni so'zlab bo'ldik. Zulhijjaninki boshqa kundan farqli holatdagi bir fazilatini hammalar his qildinglarmi bolalar? His qildinglarmi? Normal kunlarga o'xshamdi ekan bu kunlar. Normal kunlarimizga o'xshamaydi ekan. Yani her gün quyosh chiqib o'xshash kun bo'ladi, tong otadi, kech bo'ladi. Ammo lekin bu kunlar boshqa kunlardan farqlanadigan kunlar ekan, ha? Farqini bilib oldinglar. Undaqda biz mushu kunlarni, mushu Zulhijjani qanday kutib olamiz? İnşallah atadan boshlab Zulhijjaga kiramiz. Bu oyni qanday kutib olamiz desanglar, yani Allohning bir tayyorliqdan kutib olsak yaxshi. Ha, deb qilaman. Ondan sonra keçide Zulhijja günü kirdigan bu. At şunim kirdi. At Zulhijjaning 1-kuni bo'ladi. Zulhijjaning 9-kuni Arafat kunisi, 10-kunisi Qurbon Hayit kunisi bo'ladi. Yani atadan boshlab sanasanglar 10-kuni Qurbon Hayit kunisi bo'ladi. Zulhijjani qanday kutib olamiz qaranglar. Allohga tavba qilish bilan gunohlarimizni yongan holatda texmi ko'p ibodat qilishga bel bog'lab turib kutib olamiz.
Yani şundaq bir ulug' bir kun kirib etibdi. Men burun qilgan gunohlarimga tavba qilib avval tavba qilamiz. Undan keyinchi mushu 10 kunni men ibodatlan o'tkazay. Boshqa ortiq jushuk ishlarni qilmay, mushu 10 kunni men Allohga yarag'dek bir ibodat qilib, texmi ko'p savob erishadigan ishni qilay debchi. Shunda niyat bilan belimizni ching bog'lab turib, andan keyin Zulhijjani kutib oladi ekanmiz. Yani başka günge o'xshamaydigan farqini hammanglar his qildinglar. Qanday qilamiz? Bu 10 kunda ibadetlerimizni texmi oshirishga, yaxshi ishlarni texmi ko'p qilishga, gunoh masiyatlardan uzoq turishga tirishgan holatda shunda bir niyat bilan bu oyga kiramiz inshaalloh. Endi Zulhijja oyi kirishdan burun qiladigan bir ish bor. Bu qurbonlik qiladigan kishilarga xos bo'lgan bir ish. Qurbonlik qiladigan kishi Zulhijjaga kirishdan burun chochlarini ilib, chochlarini qisqartib, tirnoqlarini ilib, badanda ilish tegishli tuklar bo'lsa ilib degandek, ashundaq bir tozliqlar bilan kiradi. Zulhijjaning avvalgi 10 kunda bu qurbonlik qiladigan kishi chochlashga bo'lmaydi, tirnoq qilishga bo'lmaydi. Bu shundaq tayyorlik holatda kirish kerak. Endi kichik bolalar sizlar uning sirtida qurbonlik qilgan dadalaringlar shular chuqur buning ahamiyat berish kerak. Endi Zulhijjaga kirishdan burun, ya'ni ayollar shu qilish tegishli muhim ishning birisi hayitning tayyorligini qildigan tozliqlarimizni Zulhijjaga kirishdan burun qilib olsak tegi yaxshi. Masalan, hayitlik kiyim setib oladigan ishlarni, sol setiq işlerimizni, öy tozlaydigan işlerimizni, muşlarni, mushu Zulhijjaga kirishdan burun qilib olsak, Zulhijja oyini ibodatda o'tkazishimizga fursat tug'iladi. Bo'lmasa, nurg'un ayollarningki mushu eng mushliqi savobli kunlarda, Ramazon oxirgi 10 kuni bo'lsin, Zulhijjaning avvalgi 10 kuni bo'lsin, eng bek savob oladigan bu kunlarda qiladigan ishi asosli tozlik, yetiq tayyorlik, deb tam qozon beshida yuradigan aşında işlerle meşgul tutulan işlerimiz naitim bek insan için durdu. Şunlaşqa bu vakit apanglarımı dağlar hemmanlar köprek ibadet kılsın. Yetten tayarlıklarını içi amalba müşü Zulhijjaga kirishdan burun qilib olsin. Endi hozir ilgilenmeymiz. Mesela biz müşmen turvatgan yerde bütün tazıqlarımızı tügütüp olduk. Bunun tazıqlarımızın hemmisini tügütüp tayyorlik qilgan holatda setib olgan narsalarimizni setib olib, bugun bolalarning hammamiz o'ynaydigan yerga berib, pikniklarni qilib, endi yetqichilik hech qanday sirtqa chiqmaymiz. Hammamiz ertadan boshlab ro'za tutib, ibodatlarimizni teg'imi chiq qaytib qilamiz deb, shunday bir tayyorlik holatda hammamiz o'tirdik. Yani sizlarmi shunday qilsanglar aytdim yaxshi. Bir yil qilib bo'lmagan bo'lsanglar, kelar yildan boshlab Zulhijjaga kirishdan burun mushu ulug' kunlarda ibodat qilish uchun mush tayyorliklarni qilib olsak, aytdim yaxshi bo'ladi. Endi Zulhijjaning 10 kunini qanday o'tkazamiz? Yani qanday ibodatlarla o'tkazamiz degan savolga kelaylik. Bu Zulhijjaning 10 kunda qilinadigan eng chong ibadet haj ibadeti. Yani haj, yani Arafat günüsü başında dedim. Qurban hayit günleri, mushu haj günleri hesaplanadi. Mushu vaqtda qilinadigan eng katta ibadet haj ibadeti. Agar qodir bo'la olsak, haj qilsak eng katta savobni olamiz. Haj qilsak eng katta savobni olamiz. Endi haj qilish qodir bo'lmadik deylik. Qodir bo'lmagan ahvolda yana qanday ibodatlar bor desanglar, ro'za tutamiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mushu Zulhijjaning avvalgi 10 kunda qoldirmay ro'za tutgandik. Yani sahabeler shundoq amal qildi ekandik. Biz qanday qilamiz? Payg'ambar alayhisolamning yo'li bo'yicha mushu kunlarda ro'za tutishni qo'ldan bermasligimiz kerak. Bu yerdan dedim, Arafat kunisi ro'za tutaqchi, yani boshqa kunlarda ro'za tutish qodir bo'lolmasakmi, hech bo'lmaganda Arafat kunisi bir kun chuqur ro'za tutishga tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Onundan başqa qilgan ibadetler nima desanglar, takbir, tahlil ve zikrlarni ko'p o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mushu 10 kunning ichida Alloh taolaga eng bak yaxshi ko'rinadigan ishlardan sanab turib mundaq degan: "Fa aktharu fihi min at-tahlil va at-takbir va at-tahmid" degan. Ya'ni mushu kunda tahlil, takbir ve tahmidni ko'paytinglar degan. Mushu 10 kunning ichida
tahlil, takbir va tahmidni ko'paytinglar deb Payg'ambar alayhisalom bizga o'rgatyapti. Ham tahlil degan nima, takbir degan nima, tahmid degan nima bilan bir-birlab sizga o'rgatib qo'yay. Tahlil deganimiz qaranglar, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyishni tahlil deb ataymiz. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Hamma bilamizlar? Deyishni bilamizlar? معلم أستاذ لا إله إلا الله محمد رسول الله ما شاء الله. Yani muşu la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah'ni köp deyişimiz gereken. Yani şu tekbir. Tekbirni köpeytişimiz gerek. Tekbirni qaysini o'qib baqısın tekbirni? Sen o'qiylik asmayman ha. 3 2 1. Allahu Yaxshi, maşallah. Yani muşu tekbirni bugundan boshlab tekbirni çok qachonli vaqti bo'lsa, mayli yo'lda ketib berib bo'lsin, mayli o'ltirganda bo'lsin, mayli yotganda bo'lsin, mayli boshqa ish qilganda bo'lsin, og'zimiz tekbirni noyatimi ko'p aytishga tirishamiz. Allahu akbar valillah. Yaxshi. Bu tekbir etish qaranglar, mavra mushu Zulhijjaning avval 10 kuni tekbir etish ikki turlik bo'ladi. Birisi tekbir mutlaq. Yani hazır deganimga o'xshash, mushu tekbirni qanday vaqt o'qisanglar bo'ldi. Mayli namozdan keyin o'qinglar, yoki bo'lmasa boshqa vaqtda o'qinglar, yo'lda ketib berib o'qinglar, yoki bo'lmasa bir ish qilib yetib o'qinglar, yoki o'ltirib yetib o'qinglar, qancha o'qisanglar bo'ldi. Faqat mushu Allohni zikr qilishga bo'lmaydigan o'rinlar bor, masalan, hojatxona degandek, uni yerda o'qish bo'lmaydi. Undan boshqa vaqtlarda, boshqa o'rinlarning hammasida o'qisanglar bo'ldi. Bu tekbir mutlaq bo'ldi. Ondan keyin yeni bir payg'ambar alayhissalom bizga buyurgan yeni bir tekbir bor. Buniki vaqtini belgilab qo'ygan bir tekbir bor. Bu nima desanglar? Tashriq kunlari tekbir etish. Masalan, Arafat kuniki shu haj qilgan kishilar Arafat kunisi Bamdod namozidan keyin boshlanadi. Ya'ni har namozdan keyin, har 5 vaqt namozdan keyin tekbir etish. Toki mushu hayitning 3-chi kunisi asr namozigachilik deb turgan gapni qo'la, ya. Asr namozigachilik Arafat kunisi, hayitning 1-chi, 2-chi, 3-chi kunisi 4 kun har farz namozdan keyin takbir etishga Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga buyurgan. Hanga qilaman. Namozdan keyin qancha qatimdan o'qiymiz? Qancha qatam o'qisangiz bo'ladi? Bir qatam o'qisangiz bo'ladi, 3 qatam o'qisangiz bo'ladi, qancha qatam o'qisangiz bo'ladi. Ya'ni bu oxirat degani men Malim 70 qatam o'qisak bo'ladimi? Bo'ladi, qancha qatam o'qisangiz bo'ladi, ha? Ayni oxirida deganimcha, tashriq kunlardagi farz namozdagi o'qilgan takbirni takbir muqayyat, ya'ni shu belgilangan vaqtda o'qilgan takbir bu. Yine bilib oldinglar shunday qachon o'qisak bo'ladi ekan, ammo lekin Arafat kunisidan boshlab Bamdod namozidan keyin, ya'ni har farz namozdan keyin o'qishimiz shart ekan. Cho'qim o'qishimiz lozim ekan, ha? Boshqa vaqtda qanday o'qisak bo'ladi ekan. Takbirni bilib oldinglarmi bolalar? Yaxshi. Endi tahmid dedik. Shunaqa tahmidni ko'p o'qiladi. Tahmid degani bo'lsa alhamdulillah deyish. Allohga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah deyishni tahmid deb ataymiz. Ya'ni Allohni maqtash. Allohga hamdlar bo'lsin deb Allohni maqtash. Alhamdulillah ni ko'p o'qish. Bularni payg'ambar alayhisalom bizga mushu Zulhijjaning avval 10 kunda qilingan katta ibodatlarni qatori bizga o'rgatyapti. Nima deyishgan? Tahlil, takbir va tahmidni ko'p o'qish. Takbir, tahlil degan nima bo'ldi? La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh bo'ldi. Takbir nima bo'ldi? Allohu akbar bayatni o'qiganimiz shu takbir. Tahmidchu alhamdulillah. Ya'ni mushuni ko'p deyish kerak ekan. Hamma deyalamsizlar bolalar, qilalamsizmi shu ibodatni? Ha ustoz. Maşallah.
Maşallah. Endi yine bu şu 10 günde kılıngan ibadetlerden hinnim bağırsanlar sadiqini köp veriş. Sadiqini köp veriş. Eğer pulumuz bolsa pul bilen, pulumuz olmay qap qalsıçı başka yollar bilen, başkalarga chiroyli kulimsirishingizmi sadiqa, başkalarga xo'sh qilishingizmi sadiqa bo'ladi. Shunda sadiqini köp verish kerak. Sil rahimni köp qilish. Sil rahim degan başkalarga yaxshilik qilish, başkalarning ko'nglini xo'sh qilish deb tushunsanlar bo'ladi. Başkalarni xursand qilish, sil rahim bo'ladi. Mesela ata-onanglarga yordamlashish bo'lsin. Uqullarыңlarga, ochillarыңlarga hammasiga yaxshi muomala qilish, ularning ko'nglini elish, ularning hammasi sizlar rahim bo'ladi. Ojizlarga yordam qilish, shunday qilishni ko'p qilsanglar-chi, sizlar rahimni ko'p qilgan bo'lasizlar. Ma'lum kichik bolalar sadiqasi bo'lamda. Kichik bolalar sadiqasi bo'lamda. Yani pullar sadiqasi demoqchimi? Lekin çoğlar için aydınlar vakit bulmak ben çıkışımını hep emas özü bardan azgan gançı verip Buludu mesela ki pulga ihtiyacı kişiye sadiq qilsangiz bo'laveradi, kichik bolalar qilsangiz ham bo'ladi. taladık numara işte. Taladık numara kişilerge. Yaxshi. Farz va nafli ibodatlarga ahamiyat berish. Farz namozimizga va nafli ibodatlarga ahamiyat berishimiz kerak. Yani farz ibadetlerimizni shu vaqt cho'qqin vaqti o'rlashga ahamiyat berishimiz kerak. Bo'libmi 5 vaqt namozimizni vaqtida o'qishga noyatdan bek ko'ngil bo'lishimiz kerak. 5 vaqt namozdan boshqacha nafli ibodatlarga ahamiyat berish kerak. Yani mesela tahajjud namazı o'qish, tahajjud namozi o'qiyolmasang chashka namozi o'qish degandek nafli ibodatlarni noyatdan ko'p qilishga ahamiyat berishimiz kerak. Qur'on Karimni ko'p o'qish, Qur'on Karimni boshqa vaqtda masalan bir apar o'qitgan bo'lsangiz-chi, bu vaqtda texmi ko'p o'qishtirishimiz kerak. Texmi ko'p o'qishtirishimiz kerak. Qur'on Karimni ko'p o'qish kerak. Qancha ko'p o'qisak, shuncha ko'p savob berishimiz. Bundan başqa shu 10 kun qilgan ishimizning birisi gunoh masiyatlardan yiroq turish. Ya'ni bu 10 kun ibodatlar o'tkazilgan kun. Allah Taala bu kunda qilgan gunohlarimizni-chi, bu kunda gunoh o'tkazsak, noyatdan bek og'ir jazoga yo'liqib ketishimiz mumkin. Chunki savobimi hasildigan vaqt bo'lg'ashqa jazosimi-chi og'ir bo'lishi mumkin bu vaqtda. Yani Allah Taala mushundoq ko'p savob berma, mushkun amal qilinglar da'vatsa, biz kunimizni boshqa bir gunoh masiyatda o'tkazsak-chi, biz bek ziyod o'tib ketamiz. Bu vaqtda kino filmlarni ko'rishdan o'zimizni azroq kontrol qilishimiz kerak. Kino ko'rmasligimiz kerak, internetlarda ko'p vaqtimizni sarf qilmasligimiz kerak. Behuda hech bir foydasi yo'q ishlardan vaqtimizni o'tkazib kerak. Bu vaqt azroq fursat topsak, Alloh roziligi uchun ibodat qilishga tirishadigan bir vaqtlar bu. Şunlaşqı bu vaqtda bek diqqat qilinglar. Ata-onanglarni qo'shib qo'ymanglar. Uydagi qarindoshlarni texim yaxshi o'tinglar. Ya'ni gunoh masiyatlardan amal va yiroq turishinglar. Onun başqalarga qiladigan ishimiz nima? Qurbon hayit namoziga berish. Qurbon hayit namoziga hammamiz berish qodir bo'la olishimiz mumkin. Chunki Turkiya sharoitida mayli ayol kishi bo'lsin, mayli er kishi bo'lsin, cho'qim hammamiz qurbon hayit namoziga qo'yadigan bir sharoitimiz bor. Şundan Qurban hayit namazıga berishmi nihoyatda ko'p savobga erishkil bo'lgan bir ibodat. Qadr bo'lsa qurbonlik qilish bu cho'nglarning ishi. Her bir aileningki boshlig'i bo'lgan erlarning zimmasidagi ish, erlar bo'lmasa ayollar qilsa bo'ladi. Bu qurbonlik qilishga sizlar kichik bolalar qila olmaysizlar, ammo lekin yordam qila olasizlar. Qurbonlikqa yordam qilib, qildigan ishlar bo'lsa qilishib bera olasizlar. Buning uchun nurg'un savob berish olasizlar. Bizning mush 10 kun qiladigan ishimiz shu. Undan boshqa nurg'un ibodatlar bor. Bu ibodatlarni men sizlar kichik bo'lg'achqa ularni tilga olmadim. Biz qiladigan ibodatlar qaysiga? Avval nima dedik? Haj dedik. Hajni qilishga hozir qodir bo'lolmasak, nimaga? Eng cho'ng ish qiladigan ishimiz ro'za tutish, takbir, tahlil, zikrlarni ko'p o'qish, undan boshqa sadiqa berish, sil rahimni ko'p qilish, farz nafli ibodatlarimizga ahamiyat berish, Qur'on Karimni ko'p o'qish, gunoh masiyatlardan yiroq turish, qurbon hayit namoziga berish, qodir bo'lsa qurbonlik qilish degan bu ishlarni men sizlarga bu yerda tilga oldim. Qilalamsizlar vallah shu ishlarning hammasini? Qilalamsizlar? Yaxshi, inshaalloh. Hammalar qilish. İnşallah ustaz. Hammalar qilish tirishib beqinglar. İnşallah erta ro'za tutib tirishib beqinglar. Hozir kunlar uzun, biroz havo issiq, ammo shunaqdimi sabr qilib ro'za tutib beqinglar qani.
Onundan başqa qıladigan işinlarni Qur'on Kerimni köp oqış, zikr tasbihlarni, hayatni öğretken tahlil, tekbir ve tahmidlarni köp oqış degan işlarni çok qila alaysizlar. Ondan sonra bugun dersimizin mazmunu bu yerda tugadi. Tushunganinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.